ismi Leyla, yana sizlar bilanman. Bugun sizlar bilan juda foydali, lekin biroz personal mavzu haqida gaplashmoqchiman. Aytishadi-ku, pregnancy glow bor deb. Ha, lekin menga biroz pregnancy stress glow bo'lganda, ya'ni homiladorlik davri chiroyli, lekin oson emas, to'g'rimi? Shu paytda men Angliyada homilador ayollar uchun mavjud imtiyozlarni bilib, o'zimni anchayin his qilganman. Shuning uchun bugun sizlarga o'sha 5 ta super foydali maternity benefits, ya'ni homiladorlik imtiyozlari haqida gapirib bermoqchiman. Choyingizni let's get started. Birinchi imtiyoz, tibbiy xizmat. NHS maternity care. Eng birinchi va eng muhim narsa bu siz uchun bepul tibbiy g'amxo'rlik. Ha, to'g'ri eshitdingiz, homiladorlik davrida siz yolg'iz emassiz. Har bir ko'rik, ultratovush, ya'ni skan, akusher, ya'ni midwife uchrashuvi, hatto tug'ruqning o'zi ham NHS orqali mutlaqo bepul. Bu davrda siz faqat o'zingizni tinglang, kichkina mo'jizangizni his qiling. Tibbiy xarajatlar haqida o'ylash shart emas. NHS sizni parvarishlaydi, g'amxo'rlik qiladi va sizga xotirjamlik hadya etadi. Ikkinchi imtiyoz bu bepul dorilar va stomatologik xizmat. Homilador ayollar uchun yana bir qulaylik: bepul dorilar va tish shifokori xizmatlari. Sizga maternity exemption certificate deb nomlanadigan maxsus kartochka yoki paper beriladi. Shu kartochka bilan siz dorixonada dorilarni bepul olasiz. Tish davolash uchun ham to'lov qilinmaydi. Eng qiziq tomoni, bu imtiyoz bolangiz 1 yoshga to'lguncha davom etadi. Ya'ni 1 yil davomida siz tish shifokoriga borib, dorini bemalol olishingiz mumkin. Xullas, bu kartochka bilan nafaqat siz, balki tishingiz ham xursand bo'ladi. Uchinchi imtiyoz bu maternity leave and pay. Angliyada ishlayotgan ayollar uchun 1 yilgacha homiladorlik ta'tili beriladi. Bu davrda siz yangi hayot boshlanishini kutib, o'zingizni tinchlantirishingiz mumkin. Shuningdek, statutory maternity pay (SMP) orqali 39 haftagacha maosh olasiz. Ya'ni ta'til davomida ham daromadingiz kamaymaydi. Ba'zi kompaniyalar esa bundan ham saxovatliroq, hatto to'liq oylikni to'lashadi. Shunda siz nafaqat yangi tug'ilgan chaqaloq bilan zavqlanasiz, balki hisob-kitobingizni ham tinch yurak bilan qilishingiz mumkin. To'rtinchi imtiyoz Sure Start Maternity Grant, ya'ni o'zimizdagi suyunchi puli. Agar bu sizning birinchi bolangiz bo'lsa, siz 500 so'mgacha bo'lgan moliyaviy yordam olishingiz mumkin. Bu grantni yangi tug'ilgan chaqaloq uchun kerakli narsalarga sarflashingiz mumkin. Masalan, kiyimcha, kolyaska, pampers va boshqa gigiyeniklar, hatto siz xohlagan boshqa foydali narsalar. Ya'ni bu pul bilan yangi hayot boshlanishini yanada qulay va maroqli qilishingiz mumkin. Bu homiladorlik va ota-onalik safarida kichik, ammo juda foydali starter paket. 5-imtiyoz bola tug'ilgandan keyingi yordamlar. Bolangiz tug'ilgandan keyin siz uchun yangi quvonchli davr boshlanadi va albatta qo'shimcha yordamlar ham mavjud. Birinchidan, siz child benefit olasiz. Bu hozirda haftasiga taxminan 25 funt 60 peni tashkil etadi. Har hafta oz-ozdan bo'lsa ham bu mablag' bolangizning kundalik ehtiyojlarini qoplashga yordam beradi. Taklifmi, o'yinchoqmi yoki shunchalik shirinlik budjeti. Bundan tashqari, Heal Start dasturi orqali sizga bepul sut, meva-sabzavot va vitaminlar uchun vaucherlar beriladi. Bu dastur sizning va bolangizning sog'lom ovqatlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni tanangizga foyda, budjetingizga esa yengillik. Xullas, bola tug'ilgach siz yolg'iz emassiz, davlat ham siz bilan bir safda. Xullas, azizlar, mana shunday qilib Angliyada homilador ayollar uchun eng foydali imtiyozlarni ko'rib chiqdik. Agar sizga bu video yoqgan bo'lsa, YouTube'dagi to'liq videoni albatta tomosha qiling. YouTube'dagi har bir imtiyoz haqida alohida video bo'ladi. Hujjatlar, ariza topshirish, real tajribalar va hattoki nimalarga ehtiyot bo'lish kerak haqidagi kichik layfhaklar bilan. Videodagi link orqali to'g'ridan-to'g'ri YouTube kanaliga o'ting va ko'ring, chunki bu yerda juda ko'p foydali ma'lumotlar sizni kutyapti. Subscribe, like va comment qilishni unutmang. Bu nafaqat meni xursand qiladi, balki kanalning o'sishiga, yangi videolar chiqishiga yordam beradi. You know, your like is my motivation. Keling, birga o'rganamiz, birga kulamiz va birga ulg'ayamiz. Ko'rishguncha next videoda.